Assalomu alaykum do'stlar. Bugun kompyuterda orqali dunyo bo'ylab har qanday telefonga bepul telefon qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Viber programmasi kerak. Biz Viber programmasi burun faqat Androidlarga tushgan, kompyuterlarga tushmagan. Bugun kompyuterlarga ham tushadi. Windows yoki Mac tanlab turib Get Viber deganni bosishingiz bilan Viber ko'chadi. Ko'chgandan so'ng Viberni o'rnatishni boshlaymiz. Mana buni bosib turib bosishimiz bilan o'zi avtomatik o'zi o'rnatishni boshlaydi. Mana bu zagruzkasi to'liq bo'lgandan so'ng mana bu yerda yozuv chiqadi. Bizda Viber bor, telefonimizda bor yo yo'qligini aytadi. Yo'q deydigan bo'lsak, biz qaysi telefonda Viber bo'lsa shuni tanlab, o'shanga o'rnatib ol birinchi deydi. Chunki avvalo biz Viberni telefonimizga o'rnatamiz. Telefonimizda o'rnatganimizdan so'ng keyin kompyuterga o'rnatamiz. Biz telefonimizga o'rnatgan telefon raqamimiz orqali bu dunyo bo'ylab telefon qila oladi. Buning uchun biz o'sha o'zimizga kerakli kompaniyani bosamiz. Bosishimiz bilan bizga kompyuter o'sha aynan shu Android yoki boshqa nimadagini topib, o'shani ko'chirib ol deydi. Biz uni ko'chirib telefonimizga o'rnatishimiz bilan bizdan telefonimizda telefon nomer so'raydi. Telefon nomer so'raganda telefon nomer yozishimiz bilan telefonimizga SMS keladi. Kod. Shu kodni podtвердить qilish uchun, tasdiqlash uchun shu kodni Viberga yozishimiz bilan ishga tushadi. Ishga tushgandan so'ng biz misol agarda bo'lsa Viberingiz yes ni bosishingiz mumkin. Shaharingizni tanlaysiz. Bu yerdan qaysi shaharda bo'lishingizdan qat'iy nazar va telefon nomeringizni yozib chiqasiz. Yozishingiz bilan continue ni bosamiz. Viber telefonimizdagi nima bilan ulanadi va telefonimizga SMS keladi. SMS kod va buni biz yozamiz. Mana kod keldi. Endi buni tasdiqlashlikni bosishimiz bilan Viber ishga tushadi. Viber ishga tushdi va bu bizni telefon nomerimizdagi Viberda bor kontaktlarni mana bu yerga chiqib qoladi. Asosan hozir bizda hech kim yo'qligini uchun indamayapti. Endi qo'shimchasiga video звонок ham chiqqan bunda. Bizda hozir zagruzka ketyapti. Zagruzkadan so'ng ko'ramiz natijani. Bizda hali to'liq chiqmadi. Endi bu yerda chiqqunga davr, misol uchun biz bitta telefon nomeri mana bu yerdan yozib, unga telefon qilish yoki SMS yozishni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz oddiy SMS yozishimiz mumkin. Yoki biron bir rasm jo'natishimiz ham mumkin. Buning uchun mana bu yerda значокni bosishimiz bilan bizda fayl ochib beradi. Bu yerdan o'zimizda kompyuterimizda bor xohlagan rasmimizni jo'natishimiz mumkin. Undan tashqari video звонок yoki oddiy telefon qilishimiz mumkin. Bu yerni har qanday burchagida Viber bor, interneti bor har qanaqa telefonga telefon qilishingiz mumkin, SMS yozishingiz mumkin. Bunda hech qanday cheklovlar yo'q va pul so'ramaydi. Agar sizda internetingiz zo'r va qulay bo'lsa, bu siz uchun juda ham arzonga va juda ham oson bo'ladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.